boshqa fikr yozyapti. Mana 1000 ta odam bilan bittasini qo'rqita mana. Ana albatta qarasam o'qib bo'lmaydi o'qitib. Pastda qorong'i bo'lib turibdi. Mana Alloh rozi bo'lsin deyapti. Bittani o'qib beraman mana. Bitta Alloh rozi bo'lsin deyapti. Shu holatdan deyapti mana. Mana deputatlar qayoqqa qarayapti? Hokim nima qilyapti? Ishdan ketsin deyapti mana. Rahbarlarga insof bersin, amin deyapti. Hamma shuncha 1000 dan oshiq yozilyapti. Gapingiz bormi? Gapiringiz mana. Kadastrimimizni bersin, pensiyalarimizni ushlab qolmasin. Deputatlar lekin qonun chiqarishdan oldin shu menga loyiqman, noloyiqmanmi deb o'ylab ko'rish kerak. Nima maqsadda deputat bo'ldim deb. Nima qiladi noqonuniy beman qarorlar chiqarib. Mana azizlar, hamma mana shu odamlar gaplarini eshitdilaring. Sizlardan iltimos, mana shu like bosinglar. Men biron like so'ramaganman, shu like bosinglar. Shu like bo'lib turib, to prezidentimizga yetib borsin. 2020-yilda pandemiya vaqtida kartoshkani oshgan narxi oshgani uchun men berganim uchun prezidentga yetib borgan edi. Shunda odat to'ntar qilingan hamma yo'qlar. Kartoshka oshib ketgani uchun pandemiya vaqtida. Agar hozir mana shu prezidentga yetib borsa, men iminni bilamanki, odat to'ntarni chiqaradi Surxondaryo prezidentimiz. Chunki men bilgan prezident, xalq sevgan prezident, bu xalqparvar prezident. Ayniqsa nogironlarga, mana shu nogironlarga yordam beradigan, nogironlarni o'ylaydigan prezident. Bunaqangi prezident hali kelmagan bir dunyolarda. Ko'ringlar qanaqa. Men chet ellarga borganda Amerikada dunyoning eng katta birinchi davlati bo'lgan Amerika qoyil qoldi prezidentga. Yevropa prezidenti bilan gaplashyapti. Hamma hisob-kitob qilyapti prezidentimiz bilan. Lekin bu yerda bo'lsa mana odamlarni mana bu yerda uysiz yuribdi. Uysiga pul to'lamasdan yuribdi uyga. Qiynalib yuribdi. Prezidentning uni asosiy holatda davlatlar bilan hamkorlik qilib turib O'zbekistonga investitsiya olib ketish. Qancha o'zgarishlar bo'lyapti O'zbekistonda. Kecha yangi Toshkentga borib hayron qoldim ko'rib turib. Ichkariga kirmagan ekan, yo'lda ko'rgan ekanman xolos. Mana shu prezident tashabbusidan chiqyapti. Uylar qurilyapti. O'sha qurilgan yangi uylarda mana shu odamlarga, shu nogironlarga berilgan tekinga mana. Shularga berilgan tekin degan ekan mana aytayapti. Tekin deyilgan ekan. Endi bo'lsa pul deb ber deyapti. Qo'lda shartnomasi yo'q qo'lida. Kadastr hujjatini olib qo'yibdi. Mana azizlar, to'g'risi shunaqa ketyapmiz-da. Gapirishimiz shunday bo'lib qolyapti. Diğerlerden bir kere öz böyle oturdu. Kızı oldu.